طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Men sızgan bu resim musabaqaga qatnashtirilgan resimlar ichidagi eng chiroyli bo'ladi. Musabaqada erishgan mukofot pulini yetimlar maktabiga iona qilaman. Hey Fatime, rangli qalam qutisini manga ber. Ali, hozir uni sana berolmayman. Ko'ryapsan, rasmlarimga rang beryapman. Bu nima rasm? Sen buni chiroyli sizdim deb o'ylab qoldingmi texi? Ali, rasmimni qaytirib ber. Sen manga rang qutisini bermisang, rasmingni qaytirib bermayman. Ali, sen rasmimni qaytirib ber deyapman. Bermisam qana qilatding? Nim qila olaysan? Uni mendan ruxsatsiz olsang bo'lmaydi. Olalayman, xohlagancha eliyveraman. La havla va la quvvata. Yana Fatime bilan Ali jidallashib o'tibdi. Bova, Fatimaga danga menga rangli qalamlardan berib tursin. Seni avval qilib qo'yganligim uchun kechirim so'rayman. Ali mening rang qutimni ilib olman deydi. Men bermayman dedim. Ahvoldan qaraganda ishkinglar bilan obdanroq so'zlashmasam bo'lmaydigan o'xshaydi. Fatime qizim, kel o'ltir. Balarim, aytinglar, nemishqa jidallashdinglar? Musobaqaga qatnashish uchun bir qancha parcha rasm chizayotgan edim. Tuyuqsiz Ali ishiknimi chekmasdan hujramga kirib, rang qutimni ilib olmoqchi bo'ldi. Rang qutisi menga jiddiy lozim deb aytdim-ku sana. Men sana uni ishlatyapman dedim-ku. Bildim, sening zodi yaxshi ish qilishni aytding yo'q. Ali, undaq dema o'g'lim. Musulmon odam har vaqt yaxshi ish qilishni xohlaydi. Ishikni chekmayla singlingning hujrasiga usib kiribsan. Mening hujramgami ishikni chekmayla kirding. Uyga kirishning adab qoidasi bor. Buni qasddan bilmas bo'lib olsang bo'lmaydi. Uyga oldi bilan salom berib kirishing kerak. Chunki salom jannatga kirganlarning so'zidir. Rabbimiz duoni Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allohumma deb boshlashni, o'zimizni tunishtirishni salom bilan boshlashni aytgan. Nimishqa assalomu alaykum deydiganligimizning sababini endi tushundim. Salom kishiga xotirjamlik, huzur berdi bolarim. Salomlashish intoyin yaxshi odat. Shunga salom jannatliklarning so'zi. Ular jannatga kirgandimi salom so'zi bilan qarshi elinadi. Men faqat bilmaydigan narsalarni anglayapman. Ishkanglardan kechirim so'rayman. Jinim bova, payg'ambarimizning hayoti to'g'risidagi voqealikning davomini so'zlab bersangiz? Ma'qul bolam, so'zlab beray. Nega kelgan edik? O'tganda Qurayshning Uhud urushi uchun tayyorlik qilayotganligini so'zlab bergan edingiz. Afirin Ali. Endi musulmonlarning tayyorligiga kelsak, payg'ambar alayhissalom 3 qanotli bir qo'shin tayyorlagan bo'lib, o'ng qanotga Ukasha ibn Mehsanni, so'l qanotga Abu Salama ibn Abdul Ahadni, oldi tarafga Abu Ubayda ibn Jarroh bilan Said ibn Abi Waqqasni, qolgan askarlarga Miqdod ibn Amirni tayinladi.
Musab, ular oxiri keldi. Ularni kutilishdan ilgari sonini va qurol yaroqlarining ahvolini bilsak bo'ladi. Ularning soni xeyli ko'p, taxminan 3000 kishi atrofida. Ular tugiga mingan bo'lib, ayollarni mo birga elib kelyotdi. Badrda ularni mag'lub qilgan edik. U 1 yil ilgirki ish edi. Ular cho'qim Badrdagi intiqomni olish uchun kelgandek qiladi. Darhol qurollarimizni tayyorlab, ularning oldiga chiqaylik. Nemişki bu ıssiqda yo'lga chiqishga ma'qul deb solgandimiz. Hay Esid, shaharda mudofiyada turgan bo'lsak yaxshi bo'lmasmidi? Muhammad bizga elib kelgan foydali kengash buni. Sening aqlliq odamlaring bilan Yasribning cho'nglarini nima da'vatidi? Muhammad ularni menga qarshi qilib qo'ydi. Bola chaqammi uning orqasidan ketdi. Biz nemishqa o'zimizni o'zimiz o'limga tutib bergidakmiz? Sen qanday o'ylayapsan? Ular Quraysh bilan o'zi yalg'iz urushsin. Ularning shunda qilg'isi bor. Qarag'anda shaharga qaytib ketadigandak qilasan. U yerda o'zingning istiqomini qurarsan, ha? Ular Quraysh bilan yalg'iz urush qilsin. Ularning orzusimi shu. Urush maydonidan chekinib ketgan munofiqlar haqida Alloh taolo mono oyatini nozil qildi. Bismillahirrahmanirrahim. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Qon! Abdudar cemati uyg'uninglar, shaharni qo'g'dug'uchilar uyg'uninglar, uringlar, chepinglar, ularga qilchilik rahim qilmanglar, hech qaysini tirik qo'ymanglar, hammasini o'ltiringlar, ish og'ritmanglar, o'ltiringlar, chepinglar, qiringlar, o'shar bo'linglar, hammasini qilishdan o'tkazinglar, ularni o'rnidan turolmas qilib etinglar, o'ltiringlar. Urra! Ularni o'ltiraylik! Biz qattiq hammani o'ldiramiz. Bu askarlarning turgan yeri menga faqat yoqmadi. Xolid ibn Valid ularga qo'mondonlik qilyotdi. Xolidni taniyman. Kuchli va talantli yigit. Urushda uni yengmek qiyin. Hamza, payg'ambarimiz so'rayotdi. U askarlarni ko'rdingmi? Oldi tarafdagilarni ko'rdim, lekin orqada kimlarning borligini bilolmadim. Aldirma. Rasululloh eng mergan o'qchilardan 50 kishini tog' bag'riga yerlashtirdi. Orqa safni qo'g'dinglar, turgan joyinglarda chin turinglar dedi. Urushda g'alaba qilganligimizni yoki yengilganligimizni ko'rsanglarmi, o'rninglardan yo'tkalmanglar dedi. Abdullah ibn Jabrning qo'mondonligidagi qo'shinkan. Ahmoqlar! Qapoq boshla! Hamza qarindishim, nima ko'ryapsan? Tani ko'p bir qo'shin ko'rdim, lekin iymonimiz va Allohning kuchi bilan ularni yengimiz. Demisimi payg'ambar alayhisalom yelimizda. Ularni mag'lub qilgudek kuchimiz bor. Bugun musulmonlarning ruhi ko'tarangi. Garchi fitna fasodchilar bizni yolg'iz tashlab qo'yib chekinib ketgan bo'lsa-mu, lekin Allohning bizga cho'qim yordam qiladiganligidan qilchilik shubhimiz yo'q. O'qchilar, qarg'a elinglar! Itinglar! Tayyorlaninglar! Itinglar! Tayyorlaninglar! Ey xaloyiq, Hamza şehit bo'ldi. Allohning yo'lvisi şehit bo'ldi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Qochmanglar, urush maydoniga qaytinglar, ularni qochmanglar. Allohu akbar! Ularni yangdiq! Allohu akbar! Ularni qirdiq! Allohu akbar! Musulmonlarning orqasida mangayli, urush g'animatlarini yig'ayli. Bo'linglar, tez bo'linglar. Turgan joyinglardan midirlamanglar. Rasulullohning so'ziga xiloflik qilmanglar. Sizlarga orqa safni qo'g'danglar degandi. O'rninglardan yo'tkalmanglar.
Sol qo'shinning o'ng tarafini ko'rdinglar. O'rninglarda jim turinglar. Orqa safni qo'g'danglar. Ey Xolid, qo'shinimiz yengildi. Urush tex tugimidi. Hujum qilinglar. Hücum qilayli! Urra! Bizni o'ldirayli! Urra! Chidanglar! Qo'rqmanglar! Yordamchi qo'shin kelyapti. Xolid ibn Valid tog'ning orqasidan chiqib kelganga qadar musulmonlar texi mag'lub bo'lmagan edi, shundaqmi? Shundoq Fatima. Bova, urush tex tugimidi-ku? Shundoq Ali. Ammo davomini sizlarga keyin so'zlab beray. Jinim bova, vaqalikning davomini 4 ko'z bilan kutamiz. Bizga bularni aytib berganingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin.